Assalomu alaykum xonimlar. Bugun o'tadigan darsimiz tatar torti. Buni odatda bol tortini deb qo'yamiz. Buni tamlik va yeyishlik bo'lgan tortlarning bir turi. Buning kerak materiallar bo'lsa 3 dona tuxum, 2 qo'shiq asal, ya'ni 40 gram masala. Qapat mavu ko'ptirgichdan 1 qop, shakar 160 gram shakar, Seyraq maydin 225 gram, un 600 gram un. Mush materiallar ketida xonimlar. Endi buniki ishlash bosqichiga o'tamiz. Oldin bilan biz lisimizga may qolgan savoldik. May qolgan savolgandan keyin cho'ngroq kelgan bir taqsimizni mushu lisga qo'yib, qalamning yordamida yumaloq shaklni chiqarib olamiz, sizib. Mana xonimlar, mushundoq yumaloq shakldan ikkidan chiqarib oldik. Endi biz bu may qog'ozimizni o'rib, ta'tir qismini solamiz. Mana shakl ko'rinib turdi. Mushundoq tayyor qilib olamiz. Ikkinchi qadamda biz tuxum ko'ptirish asabimizning qachisiga 3 tal tuxum chaqib oldik. Onun ustiga buni 160 gram shakarimizni to'kdik. Buni toza yaxshi ko'ptirib olamiz. Mana xonimlar, bu tuxum 10 minut ko'pgandan keyin mushundoq oqbush holat keldi. O chog'da biz mavu seyraq mayimizni buni ushoq pashilib olamiz. Buni oz-ozdan silib, buni yugizib ko'ptiramiz. Buni ko'ptirib olgandan keyin buning ustiga may ko'ptirgichni solamiz. Undan keyin may hasilimizni to'kamiz. Buni davomli ko'ptiramiz. Bu ko'pib mushalat kelgan chog'da biz unimizni silib aralashtiramiz. 600 gram unimizni. Az-azdan silib aralashtiramiz. Mana unlarimizni qo'yib bo'lganda mushundoq bir xamir bo'ldi, xonimlar. Qo'lga yapishmagandek, mushundoq darajada yumshoq bir xamir bo'ldi. Endi biz bu xamirimizni mush xil shakl keltirib olgandan keyin 12 parcha bilakka bo'lib olamiz. O'ttirda 2 parcha qilib buni 12 parcha bilak bo'lib olamiz. Mana xonimlar, biz buni 12 parcha bilak bo'lib oldik. Endi buni zugul qilib olamiz. Mana qizlar 12 parcha zugul qilib oldik. Endi biz buni shu nonning xamirini ochgandek echib, biz non cho'ngligida echib, lisimni chambar shaklda sizib olgan shu sizg'imizning o'tirisiga qo'yib zugulimizni buni sekilaklarimizning yordamida cho'nglatib, mushu dügüleş şekilde çoğunlukta çoğuntalımız. Biz may qog'oz üstüne koyup çoğuntamız. Bunu çoğuntup olgandan keyin bu qog'ozni asta ko'tarib, bu lisimizga solib oldik. Solib olgandan keyin buni mushu vilkalarimizning yordamida mushundoq
urup çekip koyatımızda bo'lmasa köpüp, o'tirisi köpüp shakli yaxshi chiqmay qoldi. Mana shakl chiqaramiz. Bunu dolapga solgandan keyin 180 Selsiya gradusda 5 minut 10 minut atrofida pishirib olamiz. Bu tez pishib chiqadi. Kuydirib atmayli, diqqat qilaylik shuningga. Mana hanımlar nenimiz pişti. Bu pişkan hamallar kızık holatda yana şu qaçimizni shakl chiqargan qaçimizni qo'yib, mana ziyada qismlarini kesib chiqaryapmiz. Mana kesib chiqaryaptik. Shuningda bu bir xil o'lchamda, bir xil shaklda bo'ldi hanımlar. Buni sovush qo'yib qo'yamiz. Mana qizlar biz tatar tortining nenini pishirib tayyor qilib oldik. Endi buningga biz mana shu tort kerimini mav süt bilan quruq kerim shantini süt bilan mushdan ko'ptirib tayyor qilib oldik. Endi biz buni bu taqsimizga azroq milab qo'ysak bo'ldi bu nimniki midrab ketmasligi uchun. Ondan keyin nenimizdan birini ustiga qo'yamiz. Ustiga yana bu kerim shantini milaymiz. Teşi milab tayyor qilib olgandan keyin onun ustiga yana bir parcha nenimizni qo'yamiz. Endi buning ustiga yana mana shu tort kerimini milaymiz. Mush tarafida ustini bezab chiqamiz. Mana hanımlar biz bunu 11 qavat qilib milab chiqdik. Birisini o'gitib, shu yuzini bezash uchun ishlatdik. Chunki biz yumaloq tayyor chiqarib olgachqa cho'rsidan bezaydanga o'g'anida chiqmay qoldi. Shuningga birisini o'gitib bezash uchun tayyor qo'ydim. Mana biz bu tortimizni yanzilab tayyor qilib oldik. Birdan nenimizda mundaq o'gitib tayyor qilib olgandik. Endi buni ustiga chachimiz, chechib zinatlaymiz. Bu yanlarını zinataş vermez. Mana tortimiz tayyor oldu hanımlar. Endi biz bunu to'nglatquning muzday saqlash bo'limchisiga qo'yib 2 soat turg'izgandan keyin kesib iste'mol qilsak bo'ldi. O'chaqda tortning kerimisi qat-qat singib, yeyishlik bo'ldi hanımlar. Mana qizlar tatar tortimiz tayyor bo'ldi. Yeyishlik va tamlik bo'lgan. Bol tort tayyor bo'ldi hanımlar. Sizlarning oilasini baksınızlar buldu. Allah ve çoğunlar pek yoqtirib yeydi.